Qashqadaryoda tibbiyot amaliyotida kam uchraydigan noyob jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Gap shundaki, 20 yoshli bemor qizning oshqozonidan 1,5 kilogrammga yaqin soch to'plami olib tashlandi. Ma'lum bo'lishicha, viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga Qarshi tumanida istiqomat qiluvchi 2005-yilda tug'ilgan, avvaldan D hisobda turuvchi bemor qiz ikkinchi marotaba murojaat qilib kelgan. Navbatdagi tibbiy tekshiruvlar va oliy tayyorli shifokor Mamanzar Pardayev ishtirokidagi jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli bajarilib, bemor oshqozonidan 1 kilogramm 400 gramm hajmidagi soch to'plami olib tashlanadi. Ushbu soch to'plamining uzunligi 58 cm, eni 7 cm ni tashkil etadi. Shu o'rinda ko'pchilikda savol tug'ilishi tabiiy hol. Buncha miqdordagi soch oshqozonda qanday to'planishi mumkin? Shifokorlarning fikriga ko'ra, bu holat yillar davomida soch yutib yuborilishi natijasida yuzaga kelgan ekan. Bu holatning yuzaga kelishi odatda kam uchrasa-da, bemorning yoshi yoki uning ruhiy holati bilan bog'liq deb baholanmoqda. Ayni paytda bemorning ahvoli barqaror bo'lib, u shifokorlarning nazorati ostida davolanmoqda.